Assalomu alaykum akalar, sog'lar yaxshimi, charchayapsizlarmi? Bugun sana 10-iyun soat 12dan 6 o'tyapti. Bugun biza bergan paralarning soni 15 edi, zona berganlarimiz. Bularni obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ertalab soat 9:30da berilgan ekan, volatillik 10 parasiga signal. Nima qilganini ko'rib chiqamiz. Tak. Xo'p. 15 ertalab 10da berganimizda 9:30 berganimizda bozor shu holatda ekan. Bizning zonamiz shu yerda edi. Bozor zonamiz tasdiq berib, retesga kelib, tasdiq bu retesga kelib ketgan ekan. Yana bu joyga kelib ham hozir bayga tasdiq berib, retesiz bay ko'taryapti ekan. Xo'p, zonadan ko'tarib, hali retes kelib yana ko'tarish kerak ekan. Bu paramiz juda ham kam imkon beribdi bizga. Keyingi paramiz qaysi? Volatility 100 indeks ko'rib chiqamiz. Ertalab 8:30 berilgandi. 9dan beri retes chiqmasdan faqat harakatlanyapti ekan. Bu o'rtadagi zonalarimizdan retes bilan ketibdi ekan. Hali zonalar sizlarga berilgani yo'q. Nasib bo'lsa, ularni ham qo'shishga harakat qilamiz. Xo'p, volatility 100 ketdi. Bizda boom crashlar nima qilgan ekan? Tepadan boshladik qani. Crash 900 ga birinchi signal berilgan ekan. Crash 900 ni ko'ramiz. Crash 900 sizga tasdiq bermagan ekan. Ertalabdan beri faqat bayga impulsiv harakatlar bayga bo'lib turibdi. Biza minusdan qutulib qolganmiz Crash 900 da. Xo'sh, boom 900 chi. Boom 900 ga ham berilgan edi. Boom 900 ga tasdiq bergan ekan. Xo'sh. 1 daqiqa bugun hisobda ertalab 9larda zona mana shu joyda vaqt berilgan ekan zonamiz. Bu bunga tasdiq bergan ekan, keyin retesga stop loss olgan. Bu tasdiq emas. U selga retes bo'lib xizmat qiladi. Mana bu tasdiq bo'lgan. Tasdiqdan keyin retes bilan asosiy harakatda yurgan. Biza zonalarimiz mana shunaqa impulsli harakatlarni ushlash uchun berilgan akalar. Buni qaranglar. Вообще maza qiladigan narsa. 1% dan ziyod. Boom 900 ketdi. Boom 900 dan keyin qaysi? Crash 600. Crash 600 ga zonamiz berilgan vaqti soat 9 dan keyin edi. Mana bu retesga kelgan, bayga tasdiq bergan, bir marta ishlab bergan, keyin yana bir marta ishlayman degan, lekin stop loss olgan ekan, tasdiqdan keyin retesiz ketyapti ekan. Retes bermagani yomon bo'libdi bugun buni. Crash 600 imiz nima qildi? Crash 600 imiz juda ham yaxshi ishlab beribdi ekan. Biz 9dan keyin zona bergandik, to'g'ri. Xo'p, tasdiq bergan. Mana bu tasdiq bo'ladi. Retesga chiqqan, oqqan. Crash 600 boshqa retes chiqmagan, lekin asosiy harakati selga bo'lib xizmat qilgan qaranglar. Bunda o'zlaringiz har bir esnardan ochib ishlasangiz ham bo'lar ekan. Bu yerdan qaytargan mana. Juda ham ideal ishlagan Crash 600. Xo'p, Boom 500 nima qildi? Boom 500 ga bergan bizami bugun? Boom 500 ga bergan ekan bizga mana. Soat 9:20 da berilgan ekan. Juda ham chiroyli ishlagan akalar, juda ham chiroyli. Mana bu tasdiq. Bayga tasdiq bergan Boom 500 retesga kelgan. Yana bir marta ozgina retes kirib bergan, lekin shundan beri buni asosiy harakatini aytib, juda ham chiroyli harakatlar qilib bergan. Bu 2,5% harakat qilib bergan akalar. Shedevr. Xo'p, Crash 300, Boom 300 ga ham berilgan ekan. Bularni ko'rib chiqamiz.
Tasdiq bersa yuradi, tasdiq bermasa yurmaydi akalar. Mana buni qaranglar akalar. Ertalab biza 9 dan keyin berilgandi, baga tasdiq bor edi, bum 300 da. Baga tasdiq bordi, soat 21:00 gacha retesga bermagan. 21:00 da retes berib, buni otgan, to'xtamay otgan akalar, to'xtamasdan. Necha punkt? Zona nima uchun bu aynan bizani zonamizga retesga berib shu joydan ko'taryapti akalar, bu juda ham chiroyli zona, juda ham aqlli. 7,5 8% ishlayveryapti akalar, bu bir kunlik hamma narsani qoplab beradigan narsa bu. Boshqa paralardan ko'ra udarab juda ham chiroyli ishlagan ekan. Xo'p, Crash 300 nima qilgan ekan? Crash 300. Xo'p. Crash 300 tasdiq bor ekan, tasdiqdan keyin bugun hisobida bergan ekan, bu tasdiq berib, retesga chiqib, o'qib bergan ekan. Boshqa biza zona bergandan keyin boshqa retes chiqmabdi ekan. Lekin asosiy harakat selga yurishini bugun aytib bergan bu zona. Crash 300 dan keyin bizning qaysi paramiz bor? Bum 1000, bum 900, Crash 900, bum 900 ni ko'rib chiqamiz. Bum 900 biza zona bergan vaqtimizda soat 9 da edi. Ya'ni bozor shu holatda edi. Xo'p, soat 3 da retesga kelgan, retesdan keyin 2 ta M15 pastda biz yopilgan, biz stop loss shu yerda berib chiqib ketganmiz. Bu tasdiq emas. Bu selga retesga chiqqandan keyin mana bu tasdiq bergan, tasdiqdan keyin retes bilan retesga soat 8 ga kirib beryapti. Bunaqa foyda, bunaqa hamma narsani qoplab beradigan bunaqa yurishlar. Akalar, e'tibor berasizlarmi? Hammasi juda ham shedevr. Bu ham 1% dan ziyod akalar, buni qaranglar. Asosiy harakatni aytib beryapti. Tasdiq berib, tasdiqdan keyin retes bilan aytib beryapti. Juda ham chiroyli. Mana bu ham tasdiq bergan, retes kelgan aslida. 2 etap ishlab bergan shu bugun bu. Bum 900, Crash 900 ni ko'rib chiqamiz. Crash 900 imiz tasdiq bermagan ekan. Bugun hisob tasdiq bermagan, shuni hisobiga biz asosiy oqimga tushib qolmaganmiz, bay oqimiga. Bu yerda juda ham katta minus qilgan bo'lardik. Crash 900. Bu meni ko'rib chiqamiz. Bu menga ham berilgan. Xo'p, bu men buni qaranglar akalar. Bizning stop lossimiz haqida sizlarga aytilgan, to'g'rimi? Juda ham chiroyli ishlab bergan, qaranglar. Xo'p, hozirgacha bu men tasdiq bermagandi, ertalab 9 dan beri tasdiq bermagan. Mana bu soat 21:45 da tasdiq berib yopildi. Retesga kelib bir etap otib berdi. Ikkinchi etap 2 ta M15 pastga buzib yopilsa deyilgandi. Birinchi M15 to'g'ri buzib yopildi. Lekin ikkinchi M15imiz zonani ichiga kirib oldi, qaranglar akalar. Bu hali yana otishi mumkin degani. 2 etap ishlab beryapti bu para. Juda chiroyli holatda, juda ham aqlli ishlab beryapti. Crash 1000. Crash 1000 uni qaranglar. Biz zonani 9 dan keyin bergan edik. To'g'ri, 9 da bozor mana bu holatda edi. 9-10 orasi mana bu holatda edi. Bizlarga selga tasdig'imiz bor edi, retesga chiqib beryapti, tashlab beryapti. Bunaqangi juda ham chiroyli. Tabriklayman. Ushlagan bo'lsa tabriklayman. Bu ham 1%. Kuniga 1% dan hozir 5-1% akalar bu. Crash boom berildi, hamma zonalar ko'rib chiqildi akalar. 15 ta paramiz bor edi. Bugun Volatili bir eslaga signal berilmagandi, faqatgina Volatili o'ziga, Volatililar qoldi. Crash boomlar ketdi. Volatili 100 ni ko'ramiz nima qilgan ekan. Volatili 100 ga signal berilgan ekan. Xo'p. Volatili 100 ga soat 9 dan keyin zona berilgandi. Xo'p, 9 dan keyin bu qayta retes chiqmadi, lekin asosiy harakat yurib bo'libdi. Endi bu parani, bu zonani o'zi pasaytib e'lon qilsak bo'ladi, chunki o'z yangi zonamiz shakllanadi. Xo'p, Volatili 100, keyin 75 ga berilgandi. 75 ni ko'rib chiqamiz. Volatili 75 imiz aynan bizga 9.5 da berilgandi. O'sha vaqtda bizga bayga tasdig'imizda turgandi, bayga ozgina yurib bergan.
Keyin mana bu M15 selga buzib yopilib tasdiq berib, mana bu 3 retesga kelib, mana bu shamchamiz asosiy harakatni pastga qilib beryapti akalar. Bu necha foiz? Bu 6,5 607% akalar. 72 punkt deyapti aka buni. Prosta juda ham aqlli. Maza qilasizlar qarab. Volatilligiga 75 ketdi, 50 gimiz nima qilibdi ekan? Uzr, volatillik 50 gimiz nima qilganligini ko'rib chiqamiz. Volatillik 50 gimiz bugun harakati asosiy harakati flatda bo'lgan ekan, mana. Flatdan chiqqandan keyin ham asosiy tasdiqni berib, asosiy tasdiqni bayga bergan qaranglar. Mana retesga kelib bergan. Yana kelib beryapti 3,5 da. Shundan keyin asosiy harakat bayga. Oxirgi kirish muhim. Yana qo'shma to'xtamasdan kirib turish kerak. Retesga beryaptimi, tasdig'i bormi, kiraverish kerak. Asosiy harakat ushlash uchun boshqa iloji yo'q. Lekin hamma shu paradan agar stop loss olgan bo'lsa, qoplab beradigan darajaga yurib bergan akalar. Juda ham chiroyli yurib bergan ekan. Bu ham 1% dan ziyod harakat beryapti aka. Pashti 2% harakat qilib beryapti. 24 punktli narsani aytib beryapti. Qoyil. Nima san? Xo'p, volatillik 25. Volatillik 25 imiz selga tasdiq bergan soat 11 da. Keyin yana bagi tasdiq bergan, lekin hali qaytib retes kelmabdi ekan. Imkonsiz ketyapti. Haqiqatan volatillik 25 bugun qiynabdi ekan. Volatillik 10 ni ko'rgandik-ku. Volatillik 10 ni ko'rgandik. Mana tasdiq. Mana bu tasdiq beryapti. Tepaga buzib yopilash tanasi bilan bitta M15 retes kelyapti, ko'taryapti. 12 punt yuribdi hali. Hali bu hech qancha yurmagan. Akalar e'tiborlar uchun rahmat. Nasib bo'lsa ertaga yana zonalarni, aktiv zonalarni sizlarga beramiz. Xudo xolasa, ko'rishguncha sog' bo'linglar.